Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Thomas Mayne Reid qalamiga mansub bo'lgan Boshsiz chavandoz romanini taqdim etadi. Thomas Mayne Reid qalamiga mansub bo'lgan Boshsiz chavandoz romani 1865-yilda yaratilgan bo'lib, uni o'zbek tiliga Sulton Muhammadjonov tarjima qilgan. Voqealar 1850-yillarda bo'lib o'tadi. Plantatorlardan bo'lgan Poydexterlar oilasi Texasning Casa del Corvo deb nomlangan asosan chavandozlar yashovchi hududga ko'chib kelishadi. Voqealar aynan shunday boshlanadi. Romanning bosh g'oyasi ko'zi bilan ko'rgan narsangizga ko'r-ko'rona ishonish emas, balki uni aql bilan tahlil qilish kerakligini kitobxonga tushuntirishdan iborat. Shu sababli ham roman Boshsiz chavandoz deb nomlangan. Genrining boshsiz tanasini topishdan ko'ra, uni ko'z bilan ko'rib turgan boshsiz chavandoz deb nomlash inson hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan voqeaga sabab bo'lishi mumkinligini yozuvchi tushuntirmoqchi bo'ladi. Romanda adolatni o'rnatish bilan bir qatorda muhabbat, dushmanlik, g'irrom va fitna kabi tushunchalar aks etgan. Uning mazmun mohiyati esa texaslik insonlarning turli xil chigalliklariga boy hayotini yoritib berishdan iborat. Roman qahramonlariga kelsak, asosiy qahramon Morris Gerald. U yovvoyi yo'rg'alarni o'rgatishga usta, mohir chavandoz bo'ladi. Louisa Poydexter Morrisning sevgan va samimiy obrazlaridan biri hisoblanadi. Salbiy obraz hisoblangan Cassie Claxton Poydexterlarning qarindoshi. U roman so'ngida o'zini otib o'ldiradi. Odamlar uni boshsiz chavandoz deb hisoblashgan. Henry Poydexter, ovchi Zeb, El Coyote laqabli Miguel Diaz, Morrisni sevib qolgan ayol Isidora va boshqalar. Roman syujeti bir qancha chigalliklarga boy. U tabiat tasvirlaridan boshlanadi. 4 kishidan, ya'ni janob va xonim Poydexter, ularning farzandlari Louisa va Henry Poydexterlar oilasi Casa del Corvoga ko'chib kelishadi. Atrofdagilar uchun kechki bazm tashkil etishadi. O'sha yerlik bo'lgan chavandozlardan Poydexterlarning hurmatini qozongan Morris Louisani sevib qoladi. Louisa ham unga bir ko'rishda oshiq bo'lgan edi. Biroq anchadan beri Louisaga ega chiqmoqchi bo'lgan Cassie Claxton ularni doim kuzatib yuradi. Samimiy Morris Louisani halokatdan qutqarib qoladi. Yovvoyi to'ng'izlar va quturgan otlar jangalidan qochib qutulgan Morris va Louisa bir-birlariga juda ham yaqin bo'lib qolishadi. Bu voqeadan so'ng janob Poydexter Louisaga belgilangan hududdan boshqa yerga chiqmaslikni buyuradi. Lekin Morris tunlari Louisa bilan suhbat uchun kelib turadi. Ana shunday tunlarning birida Louisa va Morrisni Henry ko'rib qoladi va Henry Morris bilan tortishib qoladi. Morris ketgandan so'ng Louisa undan kechirim so'rash uchun Henryni ortidan yuboradi. Claxton bu paytda Morrisni o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq xato qilib qo'yadi. Henry va Morris yarashuv belgisi sifatida kiyimlarini almashtirib olgan edilar. Natijada Claxton Henryni otib tashlaydi va uning boshini uzib oladi. Morris to'pponcha ovozini eshitib ortga qaytadi va Henryni o'lik tanasini ko'radi. Uni uyiga olib borish uchun otga o'tqazib ketayotganda daraxtga boshi bilan urilib yiqilib tushadi. Ot Henryni boshsiz tanasini olib ketadi. Henryni o'limini eshitgan Poydexter bundan Morrisni ayblaydi. Morrisga Isidora ovchi Zeb Stump yordam berishadi. Ovchi Zeb odamlar boshsiz chavandoz deb vahima qilayotgan Henryning tanasini qidirib topib, uni KK deb belgilangan o'qni sudga taqdim etadi. Va Morris aybsiz ekanligini isbotlaydi. Claxton qochib ketishga ulgurgandi. Uni Stump tutib oladi. Claxton Morrisga o'q uzadi, biroq o'qni Louisa sovg'a qilgan medalyonga tegadi. Claxton bunga chiday olmay o'zini otib o'ldiradi. Bulardan so'ng Morrisga katta boylik qolgani ma'lum bo'ladi va u Louisaga uylanadi. Ularning 6 ta farzandlari bo'ladi.